Ko'rayotganinglar Nava programmasi. Nava programmasi jamiyatimizning taraqqiyot ehtiyojiga mos holda yo'l qo'yilgan bo'lib, bu sahna sizning naqshi musiqa jihatdagi talantingizni joriy qildiradigan, sizni tonitadigan yaxshi sahningiz. Nava sahnasi san'at beg'imizdagi navokash bulbullarimizning ehtiyojiga mos holda hozirlangan bo'lib, san'at sohasidagi izlanish ro'yiga boy, tirishchan yoshlarni qo'llash va ularning o'z qobiliyatini namoyon qilishida ko'rik rol o'ynaydi. Yangicha shakl, rangdor mazmun, lirik naqsha va o'tliq kuylardan tashkil topgan bu Nava programmamiz naqshi musiqa jihatda yoshlarga bilim berish, yetaklashni asosiy maqsad qilgan bo'lib, nodir san'at meroslarimizni qezib sahnaga elib chiqib, uni davriga moslashtirish. İlg'or madaniyatlarni qabul qilib, nodir madaniyatlarimizni saqlab qolish jihatida muhim rol o'ynaydi. Cho'lpon bo'lish istagingiz Nava sahnasida reallikqa aylangusi. Uzluksiz tirishish, izlanishingiz orqali yaratgan natijalarimiz, o'zgacha mahorat va yangicha qiyofatlarimiz Nava sahnasi orqali namoyon bo'lgusi. Nava sahnasi sizning, bizning, jumladan hammamizning qalb navosiga aylangusi. Qaysar. Xo'sh. Qushlarning navosi qaysi faslda qanday vaqtda eng avjiga chiqadi? Bahor faslida eng avjiga chiqadi. Masalan, konkretroq vaqtda qanday vaqtda? Bir kunning ichidagi qanday vaqtda? Tong saharda, at deganda. To'g'ri. Bahar zimin erkis qushlarning mavjudligidan derak bersa, tong sabodagi bahar shamili bulbulning to'limi mo'ngluq tinimsizligini shivirlab beradi. Bu nava aşıqның məşqi qılğan navası. Bu nava aşıqның məngülük küçük tolğan nidası. Kara saçın var